Hozir Ismat Churun bachasini borib so'kasan, Aha. keyin seni uradi. Urgandan keyin yaxshigina pul undiramiz. Tushundingmi? Xo'p bilan dada. Ey chuvacha. Yana keldi bu. Hasan birgami? Yo'q bo'lib o'tirsan. Yo'q lan ket. Hasan buzma meni. Ey sen dadang ham qo'rqoqdi. Ana shu gap o'tib tushdim. Dada. Hı? Ha, chorini yetmay urdim. Ha boshqa odam yo'qdimi o'sha? Ay so'kdi-da menga. Abi yozib berading-da bu. Yur qani? Bachamni birimish uribdi. Jigari sirroz bo'libdi. Doktorlar aytish bo'yicha bittasini kesib tashlagan. Ko'zga urdim-ku men. Qanday jigaringizlar ko'zga ursa? Oyog'ini operatsiya qilmasa bo'lmaykan. Qanday oyog'ini operatsiya qiladi? Ko'zga urdi. Menga qara. Yo doполнительный qo'yib berasan. Yo 10 ming dollar pul berasan. Mana terpilani urdingiz. Endi bular boqasiz. Erta Rossiyaga ketasan, tushundingmi? Rossiyaga ketasan-da tez paydan bularga pul uzatib o'tirasan. Tez pay? Ha, u. Nima u? Programma Rossiyadan O'zbekistonga pul uzatsa bo'ladi. Play Market App Store'da bu. Tushunding? Undan tashqari kommunal to'lovlarni ham to'lab berasan endi. Boqasan bularni bu. 4-5 oy boqasan. Ha, nima bo'ldi bizlar ishlar? Sizni ishingiz hal. Ertaga bacham Rossiyaga ketyapti. Endi sizlarga Rossiyadan pul tashiydi. Tez pay orqali. Tushunding? Kommunal to'lovlarni ham to'lab beradi. Svet, gaz soliqlarini. Yetadimi? Bo'ylami? Tez paydan to'laydi. Bo'ylami? Yaxshi. Ko'ngling joyiga tushdimi endi? Ha. Ismat, shu o'zing ham yoshligingda chimo bo'lgansan, ha? Og'zingdan satrasangni olganmisan? Yo'q, olmaganman. Mana endi Rossiyaga ketaman nasib bo'lsa. Nimaga?